Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyer əpəndi Uyğur siyaseti qanununun Amerika Kengash Palatasıdan ma'qulluqdan o'tishi uchun Amerikada yashayotgan Uyg'urlarga jiddiy harakatga o'tish chaqiriqi qildi. Tuanda tafsili mazmunini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammalarninki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlab qilishimning sababi xalqimizni bo'libmi o'sha Amerikadagi yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki bir harakat chaqiriq qilish uchun bugun so'zlab o'taman. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, Uyg'ur siyasi kanuni, yani Uyghur Policy Act şu 3. ayda 2. ayının ahırda Amerika parlamentinin Avam Palatası'dan ötep oldu ve hazır bu Amerika Kengash Palatası da kılıqlıq. Şunun için barlıq Amerika'daki qarindaşlarımızınki özününki parlament azalarga, yani Kengash Palata azalarga, senatorlarga xat yazıp bu Uyghur siyasi kanununu qo'llashga ve en mühimi qo'llagan bilan birlikte o Avam Palatadan o'tgan kanunda en mühim mesele Uyghur işlerge mesul, xuddi Tibet işlerge mesul Tashqi ishlar ministerligida bir maxsus ishxona bo'lgandek va mas'ul bo'lgandek Uyg'urlarning ishlarga mas'ul shu Tashqi ishlar ministerligida bir mas'ul bekitishini kirgizganlik shu Avam Palataninki o'tgan qonunda. Afsuski Kengash Palatanikida bu o'xshab qaziga yer o'xshagan bilan bu mühim narsa eksik. Şunun için sizlarni o'zingizning senatorlaringizga, ya'ni Kengash Palata a'zolaringizga ilxat yazib, tuanda ilxatninki qanday yozilishini va nusxasini yozib qo'ydik. Shuni ko'chirib, o'zgartiradigan yerini, ya'ni ismi shu Kengash Palata a'zosiningki ismi, ya'ni senatorning ismini o'zgartirishlar, o'zingizninki qaysi turishlik statligini yozlar va kimligini, ismingni, adresingni va qanday ulasizlar bilan aloqa qilisha oladiganligini yozib qo'ysanglar, qolgan yerini nim qilib, tuvandagi ulanishda shu senatorlaringiz bilan, ya'ni Kengash Palata a'zosi bilan qanday aloqa qila oladiganligi haqida uchurba shu torbat qilib, o'zingizniki ikkili har shtatninki ikki Kengash Palata a'zosi bo'ldi. Şularga müşxetni yazıp, şu Uyghur siyasi kanununu qo'llashiga ve Kengash Palata a'zosininki Uyghur siyasi kanununki loyihasiga o nimani kirgizishini Uyg'urlarga mas'ul, yani Uyg'urlarning ishlariga mas'ul bir xodim bekitishini Tashqi ishlar ministerligida mushuni chaqiriq qilishinglarni chin ko'nglim bilan sizlardan o'tinaman va sizlardan talab qilaman. Bu biz uchun nihoyat muhim, Uyg'urlar uchun nihoyat bir muhim ish. Shuning uchun buningga ko'ngil bilishinglarni va atrofingdagi barliq mush Amerikadagi barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizning hammasiga mushxetni sizdan yo'llashiga da'vat qilishinglarni chaqiriq qilaman. Ma videoni ham barlab qo'yinglar. Hammadan xabari bo'lsin va cho'qim buni qilinglar. Agar qilchi millatimga azroq bir foyda yetsin deydigan bo'lsanglar, qilchilik foyda yetsin deydigan bo'lsam, ma majburiyatingni ado qilinglar aziz qarindoshlar. Chunki xuddi Tibetniki qanday Tibetga mas'ul xodimi bo'lsa Tashqi ishlar ministerligida bizga aynan shunda bir mas'ul bo'lish kerak va bizningki bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun madaniyatimizni, tilimizni, kimligimizni saqlab qolish uchun va kelgusida davlatimizningki asli kelishimi bu xodimningki
Tashqi ishlar ministrligida bo'lishi nihoyat muhim va zarur. Shuning uchun buni bir milliy burchim deb, shu Uyg'urlik burchim deb, Sharq Turkistonlik burchim deb buni ado qilishinglarni, bu xatni yozishinglarni chin ko'nglimdan sizlardan talab qilaman. Ammanglardan Allah razı olsun ve hamma qilgan ishimizni vatanimiz uchun, millatimiz uchun ve kelgusi davlatimiz uchun yaramlıq qilg'ay va shu xalqimizningki qutulish uchun bir bosgan qadamimiz bo'lg'ay. Rahmat. Assalomu alaykum. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyni ziyorat qilishdan ilgari Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini aytgan. Reuters agentligining 22 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu hafta Xitoy ziyoratini boshlashdan burun dushanba kuni e'lon qilgan dokladida Beijing atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquqi dokladida oldingi yilda dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan qonunga xiloflik qilish qilmishlari xotirlangan bo'lib, atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qilingan muomalaga oid bayonlar takrorlangan. Blinken kirish so'zidagi dokladida Xitoy Xalq Jumhuriyatida elib berilayotgan og'ir kishilik huquq dafsanchiligining hujjatlashtirilganligini aytib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining atalmish Xinjiangda davomli turda irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat, majburiy emgakka silish va boshqa kishilik huquq dafsanchiligi yurgizishni davom qilmoqda dedi. Dokladning Xitoy bilan aloqador bilimida milliondan ortiq kishining lager va turmalarda tutib turilishi va atalmish Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlarining ishlatilishi, Xitoy nufusiga qilingan boshqa ziyonkashliklar tafsili bayon qilingan bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni qat'iy rad qilib, terrorlik, bo'lginchilik va diniy radikallikning oldini olish uchun kasbiy tarbiyalash markazi ochganligini aytib turgan. Blinken 2021 yili vazifaga o'tirganda u oldingilarning Xitoyning harakatining irqiy qirg'inchilik ekanligi to'g'risidagi irodasini qo'llagan. Yillik kishilik huquq doklati yaqinqi yillarda bu maydonni qayta ta'kidlab, irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bayon qilgan. Ammo atalmish Xinjiang Amerika va Xitoy amaldorlari o'rtasidagi bevosita aloqada ancha ko'rinarli emas. Davlat ishlari mahkamasining bir yuqori darajalik amaldori juma kuni Blinkenning ziyorati haqida muxbirlarga doklad berganda, kishilik huquqning Blinkenning Xitoy kattaboshlari bilan so'zlashganda o'tirg'a qo'ygan masalalarning ichida bo'lganligini aytgan bo'lsa-mu, atalmish Xinjiangdagi ahvolni tilga olmagan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamti Minala apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkos qaytarib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining mazmunining burmalanishi orqali rad qilinishi haqiqatan kishini ümidsizlantirdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi azaldan ko'rilib boqmagan va o'zgacha krizis sifatida o'z oldiga echinishli hodisa. Amerikaning Isroil-Falastin to'qinishiga tutgan pozitsiyasiga bo'lgan shaxsiy hissiyot va ko'z qarash qanday bo'lishidan qat'iy nazar buni inkor qilishga bo'lmaydi. Sizning Xitoyga bo'lgan muhabbatingiz sizni bu krizisning keskin realligini ko'rmas qilib qo'ymasligi va Xitoyni inson qalbidan chiqqan harakatlardan yiroqlashtirmasligi kerak. Uning ustiga boshqa irqiy qirg'inchiliklar bilan parallel qo'yish orqali buni kichikiltirolmaysiz yoki sal qaray olmaysiz. Har bir axloq krizisi o'zining qimmati bilan hal qilishga arziydi. Bu krizis shubhisizki qo'rqinchli. Isroil-Falastin to'qinishi va Rossiya-Ukraina urushida Xitoyning Rossiyani qo'llashidan burun mavjud bo'lgan yer sharidagi barliq axloqiy ofatlardan eshib ketgan krizis bo'lib qoldi dedi. Amerikaning sobiq istixborot xodimi Xitoyning Tayvanga qarata bo'ron chapqin chiqarganligini ogohlantirgan. Stockdog xabar torining 20 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning sobiq yuqori darajalik axborot xodimlarining yaqinqi bahasi Xitoyning Tayvanga qarata yaqinda harbiy harakatlarining kuchayishi va yaqin kelgusidagi to'qinishining yoshirin kuchini ko'rsatib bergan. Xitoyning Tayvan havo bo'shlig'iga besib kirishi borgan sari kuchayib ketgan bo'lib, bu Beijingning mustaqil orolga bo'lgan umidsizligi va strategik dushmanligining kun sayin kuchayotganligini ko'rsatib bergan. Amerika istixborotining peshqadam mayri Mike Steedman Xitoyning Tayvanga qarshi bo'ron paydo qilishini qaror qilganligini bayon qilgan. Xabarlarga qaraganda, siyosiy byuro hozir 20 partiya qurultayida rahbarlikdagi ko'rinarli o'zgarish natijasida Tayvanga qarshi urush kabineti tayyorlagan. Xi Jinpingning yo'l yo'riqiga asosan Xitoy harbiy taraqqiyot programmalarini tuziltib,
Aslida 2035-yilgacha planlangan harbiy taraqqiyot programmalarini 2027-yilgacha tamomlashga hozirlangan. Xitoyning ziyoda harbiyləşdirilishi sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan buyongi eng chong qurol-yarog'ning to'planishida aks etgan. Bu burilish Xitoyni ilg'or iqtidorlar bilan ta'minlash va Tayvanga qarshi harakatni ilgirki plandan baldurroq osonlashtirishni maqsad qiladi degan. Xitoyning harbiy kengashi keng yer osti asliyalari barpo qilish, olam texnikasining taraqqiy qilishi va dunyodagi eng chong dengiz armiyasi qurishni o'z ichiga oladigan. Bu taraqqiyotlar Xitoyning hujum va mudofaa iqtidorini kuchaytirish uchun texnik strategiyaning bir qismi hisoblanadigan. Bo'shliq, elektronlik urush va tor iqtidori shundaqla ilg'or ballistik boshqariladigan bomba ombirini o'z ichiga olgan strategik qo'llash qo'shinining shakllanishi Xitoyning ko'p taraflamalik urushga tayyorlik qilayotganligini ko'rsatib bergan. Amerika strategik qo'mondonlik shtabining sobiq boshlig'i admiral Charles Richard Xitoyning yadro kuchining tez taraqqiy qilishidan andish qilganligini bildirib, uni strategik yerilish deb atagan. Xi Jinping G'arbning Rossiyaga yurgizgan jazoga o'xshash jazo berish ehtimolligini mo'ljarlab, iqtisodni kuchaytirishni oldingi o'ringa qo'ygan bo'lib, bu Xitoyning qarshilish tadbirlariga tayyor ekanligini bildirgan. Keng ko'lamlik harbiy va iqtisodiy tayyorliklar Xitoyning Tayvanga qartilgan tajovuzchilik harakatlarini astoydil o'ylashayotganligini ko'rsatib bergan. Bu Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini o'z ichiga olgan va texnik xalqaro to'qinishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Dunyoviy kuchlar Tayvan va uning ittifoqdoshlari har qanday harbiy hujumga tayyorlik qilayotgan, Beijing davomli o'zining kuchini namoyon qilayotgan bu jiddiy kayfiyatni astoydillik bilan kuzatayotgan bo'lib, xalqaro jamiyat diplomatik hal qilishga chaqirdi ekan. Xitoy harbiy shirkatlari Amerika hukumatiga 24 million dollar xarjlagan. Breitbart xabar torining 16 aprel kunidagi xabariga qaraganda, kundalik chaqiruvchi gazeti payshanba kuni doklad e'lon qilib, Xitoy harbiy shirkatlarining 2020-yildan boshlab Amerika hukumatiga lobbichilik qilishga 24 million dollardan ortiq pul xarjlaganligini bayqaganligini aytgan. Bu shirkatlar asosliqi Amerika hukumati bexatarlik tahdidi deb bekitgan shirkatlarni o'z ichiga oladi ekan. Bunun ichida Telegraph Titan, Huawei va Yuztonish shirkati Megway qatorliqlar bor ekan. Kundalik chaqiruvchi xabar fondining aytishicha, Xitoy harbiy shirkatlari Avam palatasi, Kengash palatasi va Prezident ishxonasini o'z ichiga olgan ma'muriy organlarning har qaysi joylarga lobbichilik qilib, diqqatini Amerikaning harakatiga ta'sir ko'rsatadigan siyosatlarga markazlashtirib, Amerika hukumatining har qaysi joylariga torni keng yayganligini aytgan. Huawei Washingtondagi lobbichilarga eng ko'p pul xarjlovchiga aylangan. 2020-yildan buyon 10 million 800 ming dollardan ortiq pul xarjlagan. Bu Huawei'ning ko'lami va yillik kirimi 100 milliard dollarga yaqin bo'lganligi uchun emas, balki Huawei'ning Amerikaning qonunlarini keskin cheklaydigan shaklda kurash qilganligini ko'rsatgan. Kundalik chaqiruvchi o'rnining tizimligidagi bir qancha Xitoy shirkati Uyg'ur qirg'inchiligi bilan munosabatlik bo'lib, Beijingning Uyg'urlarni to'xtamay nazorat qilishiga yoki qo'l qilishiga yordam bergan. Cumhuriyetçiler Partisining bir qism parlament a'zolari o'z tashabbusi bilan Xitoy harbiy shirkatlarida ishlaydigan lobbichilarni boykot qilishga boshlagan. Ba'zi lobbichilarga rasmiy parlament binosidan chiqarib yutilganligi aytilib, ogohlantirilgan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio, biz ko'rishmaydigan belgilik qurilishlar bor. Biz ular vakillik qilgan manfaatning Xitoyning turli nishoni, ya'ni harbiy nishoni va orzusi bilan bog'langanligini tushunamiz degan. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlaka qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlaka qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlaka ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlaka qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlaka ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlakaga yo'liqqan har qanday bir millatda
tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zararlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yazmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.